Assalomu alaykum. Elektrotexnika uz kanali obunachilar va kuzatuvchilar. Elektroduxovkamiz ta'mirga kelibdi. Xo'sh, bu elektroduxovkamiz o'zi nimalardan iborat degan savol. Ikkita teni bor. Teplo elektronagrevator, issiqlik elektr qizdiruvchi. Mana ikkita ten. Yuqorgisi va pastki. Va 3 ta переключательdan iborat. Birinchi переключателimiz vaqt mexanizmi, ikkinchi переключателimiz termostat, uchinchi переключателlarimiz tenlarni tanlash. Yuqorgi tenni tanlash, pastki tenni tanlash va ikkala tenni ham tanlash. Va bunda grill mexanizmi ham bor mana. Grill mexanizmini ham tanlash. Hozir ochamiz va ko'ramiz. Sxema juda oddiy. 0 to'g'ri tenlarga boradi. Fazamiz birinchi mana soat mexanizmimizga keladi. Soat mexanizmimizdan chiqib termostatga boradi. Termostatdan chiqib tenlarni tanlash переключателimizga boradi. Mana tenlarni tanlash переключателini yechib oldik. Mana ko'rib turganlaringizdek nosoz holga kelgan, qizib, erib ketgan. Termostatimizning ham kontaktlari juda yaxshi holatda emas ekan. Hozir biz termostat va bu переключателimizni almashtiramiz va elektroduxovkamiz soz holatga keladi. Mana ehtiyot qismlarimizni Farhod bozor savdo majmuasidan 72-sonli do'kondan olyapmiz. Mana elektroduxovkamiz soz holatga keldi, azizlar. Mana ikkita ten, переключатель tenimiz ikkita ten. Mana soat mexanizmini qo'shamiz, termostatni qo'shamiz. Mana ikkita tenimiz ham yondi. Past tepa qizyapti. Termostatni o'chiramiz. Mana past tenimiz yondi. Endi yuqorgi tenimiz ham yondi. Endi mana ten va grill. Mana yuqori ten va grill. Mana grill mexanizmimiz ham ishlayapti mana. Grill mexanizmimiz ham ishlayapti. Buning kuyishiga asosiy sabab, hurmatli obunachilar, buni termostat o'chgandan keyingina almashtirish kerak holatini. Bizda ko'pchilik termostatni o'chirmasdan buni holatini almashtiradi. Bu yerda uchqun hosil bo'ladi va kontaktlarimiz kirlanib, alal oqibat kir kontaktdan tok o'tishi qiyin bo'ladi va bular sekinchalik erishi yuzaga keladi. Shuning uchun doim termostat o'chgan holda yoki soat mexanizmimiz o'chiq holda tenni tanlashimiz kerak. Ikkita ten, yuqori past, pastki ten, yuqorgi ten va grill. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, izohlar yozib qoldiring va Elektrotexnika uz kanaliga obuna bo'linglar. Sog' bo'ling.